Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomni ko'rib turibsiz. Albatta Minecraft o'ynayapman. Bugungi o'yinimda xullas yaxshi ko'rgan sonlarimni terib shu sitga kirib ko'raman. Va biz boshladik. Birinchi o'rinda mayli chizgicha qo'yib olamiz. Yaxshi ko'rgan sonim. 56 va albatta 70. 70 dan ikkita qo'yib olaylik. 9 qolib ketmasin Ronaldo o'ynagan soni. Va biz nimga max deb qo'yamiz. Kreativ mayl. Biz bitni qo'ydik. Endi men mashqga quraman. Nima bu? Nima bu? Spawner. Do'stlar, net o'tam bor ekan. Ishonsangiz qaranglar, bitta o't bor ekan. Qanaqasi ham bitta spawner bor ekan. What the fuck? Omadim keldimi balo? O't qani endi? O't. Yerga bitanga o't qo'ysa bo'lmaydi mana. Yana o't qo'ysa bo'lmaydi. Qanday bak? Do'stlar, omadim keldi. Endi sizlar bitta obuna va like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Shu sidni yodlab olgan bo'lsangiz, mayli sizlarga omad tilab qolsin. YouTube kanallar borlar. Kommentariyamga 62 deb yozib qo'ying. Kanalingizga albatta obuna bo'laman. Menga shunga kommentga yozing. Men albatta kanalingizga obuna bo'laman.